Yana bir bola yetim qoldi. Qarang. Kelyapti, boshqasidan bola orttiryapti. U hozir ko'chaga tashab qo'yapti, ko'chada qolib ketyapti bu ayol. Mana videoni oxirigacha ko'ring. Mana bir kishiga yordam qilindi, O'zbekistonga jo'natildi. Shunday, siz ham shunday qiyin ahvolga tushib qolsangiz, biror nima bo'lsa, migratsiya agentligiga aloqaga chiqing. Agar ular bilan bog'lana olmasangiz, menga chiqing, yordam qilaman. Nima bo'ldi, nima qo'ydi, nimaga sizni u tashlab ketdi, nimaga siz bolangiz bilan hozir beremenniy holatda ko'chada qoldingiz? Nima uchun unday bo'ldi? Mana aytingchi. Yangi yildan keyin xazayinada uni kvartirasida kvartirant bo'lib turardim. Keyin u dedi ki ichib olib turib bir kun majburladi. U majburlagandan keyin aytdimki chiqib ketaman, Minsaga bir bunday degandan keyin aytdiki men ajrashganman xotinim dedi, matkasini o'ldirgan dedi. O'ldirganda baribir yashamaymiz dedi. Keyin onam bilan gaplashdi, u qildi bu qildi. Shu bilan ko'ndirdi. Keyin aytdi oila quramiz dedi, nikoh qilamiz dedi. O'zim olib ketaman uyimga deb shunaqa gaplar aytdi. Keyin oradan vaqt o'tdi. U Zagrebda ishlardi, kvartiraga 2 haftada, 1 haftada bir cho'kib kelmasdi, har zaman kelardi. Men not ishlayman 3 yildan beri. Nochda bo'laman, uyda u kelgan payt даже uyda bo'lmasdim, ishda bo'lardim. Keyin onam bilan gaplashdi, onam ham taqdiring bo'lsa xo'p dedi. Shu bilan bo'ldi, oradan vaqt o'tdi. Bu uyimda borligini, beremenniy ekanligini bildagini bolani o'ldirasanga tushdi. Boshda indamadi, keyin o'ldirasanga tushdi. Keyin birinchi yo'q dedim, yo'q degandan keyin urgandan keyin "Xo'p, mayli" deb yolg'on gapirdim, o'ldiraman dedim degani. Pasportimda ham olib qo'ygan edi boshida. Keyin aytdim, "Mayli, senga ham emas, menga ham unaqa emas, bolani o'ldiraman" deb yurdim keyin. Oradan vaqt o'tyapti, keyin bola kattaryapti, qornimdagi bola. O'zbekistonda oilaviy sharoitim juda ham og'ir, mendan boshqa boquvchi odam yo'q-da uyda. Keyin chiqib ketay desam pulim ham yo'q, chunki u mendan oldindan bu yilga dokumentga pul yig'ib yurardim. Yiqqan pulimda kvartira pul to'lashimiz kerak, yordam qilib ol, men senga o'zim to'plab beraman dokumentingga debdagini o'sha pulimni oldi. 150 ming rubl pul yiqqan edimda. Har yili bu yildan bu yilgacha saqlab qo'yaman dokumentlarim uchun, qora kunlarim uchun. Chunki bu Rossiyada hech kimim yo'q men, qarindoshim ham. O'zi 21ga kirgan singlim o'lib qolgan, jigari tutilib ketib. Bitta onam davlatdan o'sha singlimni marakalan qilaman deb Rossiyaga kelgan edim. Uni uyida kvartirant bo'lib yashardim faqat. Shundan foydalanib, ichib olib turib shunaqa ahvolga tushib qoldim, ichgan edi. O'zimda oshqozonimda yaram bor. Kasalman o'zim. Bitta qizim bor O'zbekistonda. Endi hozir bu uyimda borligini bilib o'ldirmasang ko'chaga chiq dedi. Agar uni qilaman deb ko'p o'ldiraman dedim. Keyin nomimga Zolotay korondan kredit olib o'zi oldirib turib, o'zim men nomimga olib turib o'zim to'ladim majburlikdan. 12 ming oylik olardim bir oyda. Hech narsamga yetmasdi. Nonimga, ovqatimga. Hozir kunda bir so'm pulim yo'q. Ko'chaga haydab o'rgan. Baloni oldirsang, keyin seni xotin qilaman, keyin senga uylanaman deyapti. Bolam o'z kattarib bo'lgan. Bu bolani oldira olmayman. Oldirishni ham xohlamayman. Malika oxir elchixonaga borib keyin murojaat qildim. O'zbekistonga ketishni xohlayman. Ketganim bilan baribir sharoit yo'q. Xudo xolasa, mana hozir migratsiya agentligi bularga polni bilet, hamma narsasini qilib berdi. Mana Sankt-Peterburgdagi konsulstvo migratsiya agentligi hamma ketishlarini erta undan ketishadi. O'sha ilmda turar ekan. Endi hozir hamma rayonini, boshqasini aytmayman. O'sha yerdagi mana 7 lik bor. Mahalla komiteti bor, uchastkovoy siz ishlaydigan vaqtingiz keldi, qarang. Hozir kelyapti, bir kishini использовать qilyapti, bir ayolni использовать qilib, polni beremenniy qilib jo'natib yuboryapti. O'shanga chora ko'rishga siz maksimalniy harakat qiling. U bola javob berish kerak. Просто qo'yib yuborsalaring, u sizlar tarafdan ham ishlamaganlik bo'ladi. Siz ishlashingiz kerak, shuni chora ko'rdirib berishingiz kerak. Siz ishlasangiz, davlat buni o'z himoyasiga olib chotki yordam qiladi. Agar siz qo'yib qo'ysangiz, uni hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaganligini sababi bu qolib ketadi hamma narsa. Bu o'zini kayfida yuradi va bu qiynalib yuraveradi bir umr. O'sha qiynalmasligi uchun uni bo'yniga aliment qo'yib, hammasini qonun doirasida chiroyli qilib berish endi sizning ishingiz qoldi. Bu yoq qolgan sizlardan. Bu yoqdagilar
Peterdan maksimal yordam bo'lib jo'natilyapti. Opaoz choyxona cho'lponda o'tirib ana nonushta qilib aytib berdilar nima bo'lganini. Mana shunaqa itvachchalarni yo'q qilish kerak. Bu yoqqa keladi, o'zimiznikilardan foydalanib, bermayni qilyapti, u qilyapti. Yana bittasi bor edi. Uni chiqarmadim. U hozir o'zimizda ishlayapti, dokumentlarni qildik. Men o'zim imенно shu yerda o'zimiz kafeda ishlayapti. Uniki ham 9 oyligida tashab ketgan. 9 oyligida tashab ketgan. Uni o'zimiz hammasini chotka qildik. O'zbekistonga ketmayman dedi. Shu yerda ishlayapti. Hozir dokumentlariga chiqildik. O'shanaqalardan ehtiyot bo'linglar. Rossiyaga keladigan qizlar ishonmanglar, betdagiga umuman ishonmanglar. Ajrashganman, xotinim o'lgan, enam o'lgan desa ham birontasiga ishonmanglar, aldaydi. 99% aldaydi. 1% ishonish u под вопрос, lekin 99% aldash 100%. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Men boraman, Dinka desa Dinkasiga ham boraman. Mayli ekan, lekin ana shuni meni bolalimni otaligida belgilab, chorasini ko'rib bersa. Конечно, o'shani mahallangizda profilaktika inspektori bor, o'sha mahallangizda. O'sha borasiz, o'shanga murojaat qilasiz. O'sha maksimal yordam qiladi. Men videoga yetib boradi unga. Borganim bilan bu enangga yo'q, qarang, hech qayerga bormaysiz. Bo'lishga meni bir so'm pulim yo'q. O'sha mahalla bor, mahalla raisi bor. Mahallangiz raisi yordam qilyapti degan hammasiga. Endi 7-likda u profilaktika inspektor uchastkovoy deyiladi. O'sha uchastkovoy maksimal yordam qilib, o'sha yordam qilish kerak sizga. Hozir boshqaga bor, unga bor, bunga borganingizda hech kim yordam qilmaydi. O'sha uchastkovoyingiz hamma ishni bo'yniga qilib beradi, xudo xohlasa. Mana olib ketib tushiga topshirdim. O'zlari endi mana jo'natib yuborishadi. Ular videoga chiqishni xohlamaydi, ko'p savob ish qiladigan ana shular migratsiya agentligi Sankt-Peterburgdagi. Temur akaga ham rahmat, senga ham rahmat uka. Mana spravkalar topshirdim. Endi bu yoqqa biz ketdik. Sizlarga omad, ishlaringga kattagon rahmat.